Aynan mana shu antibiotiklar bilan biz revmatizm kasalligini davolashimiz mumkin. Assalomu alaykum aziz Doktor Femini kanalining a'zolari. Sizlar bilan men Bahodir Sanjarov, Doktor Femini klinikasining bosh shifokori. Bizning barcha ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga revmatizm kasalligida antibiotiklardan qanday foydalaniladi, aynan qaysi antibiotik, qanaqa dozada va qanday uslubda foydalanish to'g'risida juda ko'p savollar bilan murojaat qilishadi. Bugun shu to'g'risida sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Revmatizm kasalligining asosiy qo'zg'atuvchisi bu beta gemolitik streptokok bakteriyasi hisoblanib, asosan og'iz bo'shig'idagi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ya'ni surunkali tanzilit, shuningdek og'iz bo'shig'ida joylashgan tishlarda kariyes kasalliklarini keltirib chiqaruvchi bakteriya hisoblanadi. Aynan mana shu bakteriyaga qarshi kurashish uchun biz qaysi antibiotiklardan foydalanamiz? Revmatizm kasalligi asosan biz yuqorida aytib o'tdik, og'iz bo'shig'idagi surunkali angina, ya'ni surunkali tanzilit kasalligining asorati sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, revmatologlarga maslahatim, revmatizm kasalligini davolash jarayonida biz albatta lor vrachlari bilan maslahatlashilgan holatda davolansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan mana shu surunkali tanzilit kasalligida qaysi antibiotikdan foydalanish va qanday uslubda va qanday dozada foydalanish to'g'risida lor va revmatolog mutaxassislari kelishilgan holatda davolashi kerak bo'ladi. Xo'sh, beta gemolitik streptokok infeksiyasini qaysi antibiotik qo'llashimiz mumkin? Mana yonimda revmatizm kasalligini davolash uchun qo'llanishi mumkin bo'lgan bir qancha antibiotiklar turibdi. Aynan mana shu antibiotiklar bilan biz revmatizm kasalligini davolashimiz mumkin. Birinchi biz qo'llanishimiz mumkin bo'lgan bu antibiotiklarning penisilin guruhiga mansub bo'lgan benzin-penisilin preparati hisoblanadi. Aynan mana shu benzin-penisilin preparati 1 million tibbiyot birligida, ya'ni 1 million единицада ishlab chiqarilgan bo'lib, bu organizmga ta'sir doirasi 6 soatdan iborat. Demak, bu preparatni biz organizmga jo'natadigan bo'lsak, 6 soat mobaynida ta'sir qilish xususiyatiga ega. 6 soatdan keyin biz qo'shimcha doza berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni natijada sutkalik doza qanchadan iborat? Har 6 soatda 1 million единицаdan jo'natadigan bo'lsak, demak bir sutkada 4 mahal penisilin preparatini jo'natishimiz kerak bo'ladi. Qo'llash doimiyligi 7 kungacha davom ettiriladi. 7 kundan so'ng biz bemorlarga aynan mana shu guruhga, ya'ni penisilin guruhiga mansub bo'lgan bitsilin 3 preparatidan biz foydalanamiz. Bitsilin 3 preparati bu 600 ming единицада ishlab chiqariladi. Bu preparatni biz bemorlarga har 3 kunda bitta qo'llashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aytaylik, dushanba kuni preparat bemorga qo'llaniladigan bo'lsa, seshanba, chorshanba o'tkazilib, payshanba kuni qo'llashimiz kerak bo'ladi. Bu preparatning davomiyligi 5 tadan 7 tagacha qo'llashimiz mumkin. Ya'ni har 3 kunda bitta preparat qo'llaniladigan bo'lsa, 15 va 21 kunga to'g'ri keladi. Va bitsilin 3 preparatini biz qo'llab bo'lganimizdan keyingi bitsilin 5 preparatini qo'llashimiz mumkin. Bu bitsilin 5 preparat 1 million 500 ming единицада ishlab chiqarilib, bu revmatizm kasalliklarida profilaktika uchun qo'llaniladigan asosiy preparat hisoblanadi. Bu preparatni biz bemorlarga har 21 kunda yuborishimiz kerak bo'ladi va preparatni qo'llash davomiyligi 10 oydan 1 yilgacha davom ettiriladi. Endi bemorlardan juda ko'p savollar bizga tushadi. Penisilindan agar reaksiya bo'ladigan bo'lsa, bitsilin preparatidan agar qanaqadir toshmalar yoki allergik reaksiyalar bo'ladigan bo'lsa, qanday preparatlardan foydalanishimiz mumkin degan savol bilan murojaat qilishadi. Bunday holatlarda revmatizm kasalligini davolashda alternativ antibiotiklar mavjud bo'ladi. Alternativ antibiotiklar bu o'rinbosar antibiotiklar hisoblanadi.
Ya'ni penicillin yoki betsilin antibiotika agar organizmda allergiya reaksiya kuzatiladigan bo'lsa, alternativ antibiotiklardan foydalangan holatda qo'llanishimiz mumkin. Lekin bu alternativ antibiotiklar penicillin guruhidagi antibiotiklar beta gemolitik streptokokka ta'sir qiladigan darajada ta'sir qilish xususiyatiga ega emas. Xo'sh, bunday antibiotiklarga qanday antibiotiklar kiradi? Bunday antibiotiklarga ampitsilin antibiotika kiradi. Ampitsilin preparatini biz har 8 soatda 3 mahal bemorga tavsiya etishimiz mumkin. Ampitsilin preparatining qo'llash davomiyligi 1 haftadan 10 kungacha davom ettiramiz. Agar aynan mana shu ampitsilin preparatiga allergik reaksiya kuzatiladigan bo'lsa, bemorlarga biz eritromitsin antibiotikini qo'llashimiz mumkin. Bu eritromitsin antibiotiki bemorlar tabletka formasida ishlab chiqarilib, bemorlarga bu bitta tabletkadan 3 mahalgacha 10 kun davomida biz tavsiya etishimiz mumkin. Bundan tashqari, penicillin guruhidagi antibiotikdan tashqari, cefalosporin guruhidagi antibiotiklar, ya'ni fazalin va ceftriakson preparatlaridan biz foydalanishimiz mumkin. Bu preparatlar asosan og'iz bo'shlig'idagi surunkali tanzilit va og'iz bo'shlig'idagi surunkali yallig'lanish, ya'ni surunkali tanzil va anginani davolashda foydalanadigan preparatlardan hisoblanadi. Bu preparatlarni qo'llashdan oldin biz albatta lor vrach bilan maslahatlashilgan holatda tavsiya etishimiz kerak bo'ladi. Yana bir bemorlardan ko'p bizga kelib tushadigan savollardan biri bu yoshi katta odamlarga betsilin preparatini qo'llashimiz mumkinmi degan savollar bilan murojaat qilishadi. Azizlar, bu betsilin preparatini qo'llash bu asosan bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Revmatizm kasalligini asosiy davolash prinsiplaridan iborat emas. Bu betsilin preparatini yoshi katta odamlarga nima uchun biz tavsiya etamiz? Yuqoridagi videolarimizda, oldingi videolarimizda aytib o'tganmiz, revmatizm kasalligini asosiy biz patogeneziga e'tibor beradigan bo'lsak, bu autoimmun kasallik hisoblanadi. Ya'ni organizmga beta gemolitik streptokok tushgandan keyin bizda immunitetimizda unga qarshi kurashuvchi antitelo ishlab chiqariladi. Aynan mana shu betsilin preparati revmatizm kasalligini yurakka asorat berishini oldini olish uchun bemorlarga biz tavsiya etamiz. Yoshi katta bemorlarga betsilin preparatini biz tavsiya etishimizdan oldin bemorga birinchi o'rinda anamnezini surishtirishimiz lozim bo'ladi. Ya'ni bemor yoshligida revmatizm xastaligi bilan xastalanganmi yoki surunkali tanzilit, ya'ni angina xastaligi bilan xastalanganmi surishtirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Chunki biz oldingi videolarimizda namoyish etganmiz, bu revmatizm kasalligi bu asosan yoshlarda uchraydigan kasallik. Ya'ni 6 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan bemorlarda uchraydigan kasallik hisoblanadi. Yoshi katta odamlarda esa revmatizm kasalligi bo'lmaydi. Shuning uchun yosh katta odamlar bizga bo'g'im og'riqlari bilan murojaat qilib keladigan bo'lsa, birdaniga betsilin antibiotika yoki penicillin antibiotiki bilan murojaat etishimiz bu maqsadga muvofiq emas. Nima xulosa qilishimiz mumkin? Demak, bemorda revmatizm kasalligi aniqlanadigan bo'lsa, avvalambor biz kim bilan maslahatlashgan holatda antibiotik jo'natishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni lor vrachi va revmatolog bilan maslahatlashgan holatda va aynan ular tanlagan antibiotikni biz revmatizm kasalligida qo'llashimiz mumkin. Demak, yoshi katta odamlarga biz betsilin preparatini biz tavsiya etadigan bo'lsak, albatta ulardagi kasallik tarixiga, anamneziga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu mavzuda sizlarni qiziqtirgan savollar bilan bizning kommentariyalarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz qo'limizdan kelgancha sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling. Sizlar bilan doimo Dr. Febil.